Said Ahmad 1920-yilning 10-iyunida Toshkent shahrining Samarqand Darvoza mahallasida tug'ilgan. Uning bolaligi Oybek, G'afur G'ulom singari adiblar davrasida o'tdi. U Nizomiy nomidagi Ped-institutda bir muddat o'qigach, 1941-yilda Mushtum jurnalida ishladi. 1942-1943-yillarda Respublika radiosida, 1943-1947-yillarda Qizil O'zbekiston gazetasida, 1948-1950-yillarda Sharq yulduzi jurnalida mehnat qildi. 50-yillar boshida millatchi sifatida bir necha yil qamalib chiqdi. Milliy istiqlol yo'lidagi xizmatlari uchun Said Ahmad 1999-yilda O'zbekiston qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. Adib O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoniga, davlat mukofotiga sazovor bo'lgan. Buyuk xizmatlari uchun Do'stlik ordenlari bilan mukofotlangan. Said Ahmad hikoyanavis sifatida tanilgan. Uning Cho'l burguti, Lochin, Bo'ston, To'yboshi, Jimjitlik, Turnalar, Hayqiriq, Alla, Muhabbatning tug'ilishi, Qorako'z Majnun singari o'nlab hikoyalarida sadoqat, mehr, odamgarchilik, ishonch, e'tiqod singari ma'naviy qadriyatlar ta'sirchan aks ettirilgan. Uning Sobiq Qoplon, O'rik domla, Mening do'stim, Babayev, Muzey, Bo'ri ovi, Xandon pista kabi ko'plab hajviyalarida inson tabiatidagi qusurlar badiiy tadqiq etiladi. Inson qismati turg'unlik davri qabohatlari fonida tasvirlangan Jimjitlik romani. Bolalar hayoti ifodalangan Sherzod va Gulshod. Dunyoning 7 burchagiga yoyilgan kelinlar qo'zg'aloni. Yolg'iz Mo'ysafidning ruhiy iztiroblari aks ettirilgan Kuyov singari sahna asarlari adibning katta ijodiy mahoratlaridan dalolatdir. Said Ahmadning birinchi hikoyalar to'plami Tortiq, Ey yurak, Farg'ona hikoyalari, Cho'l burguti, Odam va bo'ron to'plamlariga kiritilgan hikoyalarda zamondoshlarining murakkab taqdiri, ruhiy kechinmalari ehtiros bilan aks ettirilgan. Atoqli shoira Saida Zunnun va Said Ahmadning rafiqasi bo'lib, ular birgalikda qisqa bo'lsa-da, ammo sermazmun, baxtli hayot kechirishadi. Buni adibning xotiralarida, shoiraning esa she'rlarida payqash qiyin emas. Adibning rafiqasi haqida yozgan shoiraning Feruza olami xotiralari, Yo'qotganlari va topganlarim kitobida bor. Said Ahmad 2007-yilning 5-dekabr kuni 87 yoshida vafot etdi. Yozuvchi Chig'atoy qabristonida dafn etilgan. 2013-yil 10-iyun kuni Toshkent shahridagi O'zbekiston Milliy bog'ida Said Ahmad hamda Saida Zunnunvalarga haykallar o'rnatilgan.